Koreyada bir kunim. Ko'plar shunaqa video ko'proq oling degan ekan, o'shaning uchun bugun ham vlog olamiz. Birinchi bo'lib ertalab universitetdagi ishim bor edi, o'shaning uchun ishimga bordim va 2 soat ishlab, shunaqa chiroyli manzaradan bahra olishning o'rniga 1,5 soat darsda o'tirib chiqdim. Universitetimizda tez-tez mini tadbirlar bo'lib turadi va bu kostyumga men prosta o'ldim. Qornimiz ochib ketgani uchun obedga mana shunaqa men eng yaxshi ko'rgan chimtakni yeyishga keldik. Koreyadagilar обязательно buni yeb ko'rish kerak. Ovqatdan keyin shunaqa jelili vitaminimni yeb olib, Olivionga otlandik. Romen brendini yangi tintlari chiqdi deb eshitganim uchun yugurib keldim. Nima deb o'ylaysizlar, qaysi birini oldim? Keyin esa meni yana darsim borligi uchun universitetga qaytdim. Hali yana 3 soatli darsim bor. A biz уже dead inside bo'ldik. Prosta kimdir kelib, bugun darsing yo'q ekan deyishini kutib o'tirdik. Afsuski hech kim kelmagandan keyin indamay darsga bordik. Darsdan keyin albatta zalga boraman. O'zi zalga kechki payt borardim, lekin bugun kechqurungacha o'qimoqchi bo'lganim uchun ertaroq bordim. Undan keyin kafega borib o'qidim. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.